Qizlarjonlar, agar sizlarning ham xolodilnikinglarda banalilar mana shunaqa turib qorayib ketgan bo'lsa, uni musorga tashlashga shoshilmang. Men sizga shunaqangi yumshoqqina, og'izda eriydigan banalli pankek pishirishni o'rgataman. Buning uchun banallarimizni olib, pyure holiga kelgunicha yaxshilab ezib olamiz va banallarimizni ustidan 2 dona tuxum, 1 chimdim tuz, ozginchagina shakar va yarim choy qoshig'ida chayni soda solamiz va uni ustidan esa 250 ml sut, 3 osh qoshiq yog' va biroz un solib, yaxshilab suyuq xamir holiga kelgunicha aralashtirib olamiz. Tayyor xamirlarimizni esa o'rtadan sal past olovda ozginchadan solib pishirib olamiz. Aytgancha olovlaringiz ehtiyot bo'ling, baland bo'lib ketmasin, bo'lmasam pankeklaringizni orasi pishmay qolishi mumkin. Banalli pankek bilan oddiy pankekni farqi bor pishirilishida. Banalli pankekni oralari ozginchagina ho'lga o'xshab mokriy bo'lib turadi shirasini hisobiga. Endi esa uni ustidan esa xohlasangiz asal, xohlasangiz zugushovka, xohlasangiz shokolad eritib solib bezatishingiz mumkin. Bu istagingiz havola. Mana og'izda eriydigan shunaqangi banalli pankeklarimiz ham tayyor. Sizlarga esa yoqimli ishtaha.